Mana shu misol juda ko'pchilik adashadi. Ya'ni juda ko'pchilik adashadi. Endi X-series qiling. X-series tekstligida graph of given equation berilgan tenglamaning grafigi circle, ya'ni aylana. Which point lie on. Nima qiladi? Lie on degan yotadi. Yotadi. Bu circle'da. Demak, quyidagilardan qaysi biri bu circle'da yotadi? Ya'ni bu aylanada yotadi deyapti. Hop. Demak, men nima qilaman? Xo'sh. Demak, men mana bu bergan va endi javoblardan topishim kerak ekan. Xo'p, bu circle'da nimasi? Ya'ni grafigi, ya'ni circle aylanasi mana bunday shaklda bo'lsa, endi bu circle'da yotadi degani mana bu joyda bo'lishi mumkin. Bu nuqta balki mana bu joyda bo'lishi mumkin yoki bu joyda bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Xo'p, demak, bu nuqtalarga yotish uchun men x ni o'rniga, y ni o'rniga son qo'ysam 25 chiqishi kerak. Ya'ni shu tenglikni qanoatlantirish kerak. Hamma yugurib -711 degan javobni oladi. Ya'ni buni -7 deydi, bu 11 deydi, bu markazi deydi. Yo'q, bu circle'da yotgan, bu circle ichida yo'q. Demak, aylanada yozish uchun bu javob xato. Endi x ga 11 qo'yaman, y ga -7 qo'yaman. Hozir buni sinab ko'ramiz. Demak, 11 qo'ysam, 11 ga 7, 18 kvadrat qo'shuv -7 ayru 11, 18 kvadrat. Qo'shsam 25 beradimi? Yo'q. Afsuski, bu nuqta ham bo'lmadi. Endi mana d ni qarasina ko'ray. D juda o'xshaydiganga o'xshayapti. Demak, d ni qo'yib ko'rsam, qaranglar. Ilosira 11 ayru 7 qo'shuv 7 kvadrat qo'shuv y o'rniga. Ilosira 14 qo'shuv 11 ayru nima 11 kvadrat teng. Hisoblayman. 7 bilan 7 ketdi, 11 bilan 11 ketdi. Ilosira 11 ning kvadrati 11. Ilosira 14 ning kvadrati 14. Buni bunga qo'shsam nima? 25. Ana. Ayni aytgan nima turadi? 25 turadi. Demak, javob D ekan. Tushundikmi?